Assalomu alaykum vatandaşlar. Bugünkü Mustaqillik Yolda İzdiniş programımızın 8. sanaga hoş geldinglar. Bugün biz Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti Baş Minister Salih Xudoyor efendimni bu ekranımızga teklif qilish sharafiga erishdik. Salih efendim ekranımızga hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti Baş Minister Salih Xudoyor efendimni hammamiz bilamiz. Salih efendim dava kirgan kunidan boshlab Sharqiy Turkiston mustaqillik uchun kurash qilib kelyapti. Hargizmi o'z xalqiga, Uyg'urga mustaqillik, boshqalarga boshqa gapni qilmadi. Bugun Salih Xudoyor efendimning siyosiy qarashlari bilan texmi inchik tonish yuzidan ushbu ekranda ham suhbatda bo'lamiz. Ham Salih efendim, birinchi savolimiz hozir hamda 1 oktyabr yaqinlab kelyapti. Bu kun nurg'un Uyg'ur tashkilotlari va aktivistlar tarafidan Xitoyning Sharqiy Turkistonga tajovuz qilgan kuni deb qaralib kelyapti. Sizningcha bunda qarash qanchalik darajada to'g'ri? Siz yana qaysi kunlarni diasporadagi Sharqiy Turkistonliklarning diqqatini chekishini tashabbus qilasiz? Yana qaysi muhim kunlar bor deb tashabbus qilasiz? Shuni bir deb baqqan bo'lsangiz. Bu nayt yaxshi savol bo'ldi. Bu 1 oktyabr asosan Sharqiy Turkiston bilan o kadar mı çoğun bir münasebeti yok. 1 oktyabr günü Xitay Kompartiyasının ki hakimiyeti kilip atalmış Xitay Halk Cumhuriyeti kurulgan günü. Yani Sharqiy Turkiston'ni istila kılgan günü emas. İşgal kılgan ya ki tajavuz kılgan günü emas. Biz arxivlik qarsak, tarihi hüccetlik qarsak, Xitay Komünistlerinin ki atılmış Halk Azadlık Armiyası, yani Xitay Halk Cumhuriyeti'nin ki atılmış Halk Azadlık Armiyası Şarkı Türkistan zımınıga şu 12. Oktober'da tecavüz kılışka başlaydı. Şu günü Şarkı Türkistan'a tecavüz, yani Xitay Halk Cumhuriyeti'nin ki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ge, Şarkı Türkistan zımınıga tecavüz kılgan günü şu günü. Asıl doğrusu. Bizninki, xalqimizningki, dünyadaki Sharqiy Turkistonliklarninki muhim deb qaraydigan kunlardan nechisi bor? Nechisini biz bilamiz. Masalan, 11 ayning 12-si Sharqiy Turkiston mustaqillik, yani Cumhuriyetlarininki mustaqillik kuni. Onundan sonra G'ulji qirg'inchiligini xotirlaymiz har 5 fevral. 5 Apral'da bazılarımız hatırlayımız, bazılarımız ne kılmayımız unutup kalıqlıq. 1990 yıldaki 5 Apral'daki Barın Şarkı Türkistan'ın mustaqillik için Barın inkılabını tebrikleş gerek, hatırlaşımız gerek. Ondan sonra yana bir mümkün ba, o bolsa 12 ayının 22 günü. Yani biz için qar bir lanetlik günü desek buludu. Devletimizni şu günü yokutup koyduk. Yani 12 ayının 22 günü 1949 yılda Xitay Cumhuriyeti, Halk Cumhuriyeti, atalmış Halk Cumhuriyeti ninki atalmış Halk Azadlık Armiyası Şarkı Türkistan Cumhuriyetini ağdırıp taşlaydı. Yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni ağdırıp taşlap, Şarkı Türkistan'ı atalmış Xitay'nın özünün tili deyilgan yeni zemin, yeni toprak ülkelik hükümet aşınıga özgertdi. Bu günü biz için qar günü, yani bizninki devletimizni yukutup koygan günümüz. Şunun için o günde biz emmiyede namayış kılışımız gerek. Az hiç naz kılınmaganımızda karşı bu narazılığımızı bildirişimiz gerek halkarağa. Devletimizdeki işgaliyetiga köz yumup koymaydiganlığımızı nim kılışımız gerek ve devletimiz mecburi, kurallık halette Xitay'ninki istilası bilen, işgaliyeti bilen devletimiz ağdırılıp etkenlikini lanetleşimiz gerek ve xalqaraga bizningki yana qaytadan mustaqilligimizni asli keltirish, turishimizdan ergizmi voz kechmaganligimizni
xalqaraga bildirishimiz kerak. O'zimizmi bu lanetni unutmasligimiz kerak. Ondan qarasak, masalan, bu 10-ayninki 12-kuni, ya'ni 12-oktobrda o kundami namoyish qilishimiz kerak. Masalan, nurg'un atalmış demokratik tashkilotlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, başka milletler bolsun, Tibetlikler bolsun, başkalar bolsun, bu 10-ayning 1-ni da namoyish qiladi. Chunki Cumhuriyet qurilgan kuni shu. Ammo Sharq Turkistonga Xitoy Xalq Cumhuriyeti, ya'ni Xitoy kommunistlari tajovuz qilgan kuni 10-ayning 12-kuni va bu kunda xalqaro ahamiyatda yolg'iz bo'lsakmi, bir kishi bo'lsakmi, shu xalqarada o'zimizning turishliq davlatning kemayli parlamentida bo'lsin, Aqsaray oldida bo'lsin, Tashqi ishlar ministrligining oldida bo'lsin, bu istiloga, bu tajovuzlikqa la'natlaydiganligimizni va biz Sharq Turkiston xalqining yana izchil mustaqilligimizni asl keltirish uchun kurash qilayotganligimizni va hargiz voz kech mustaqilligimizdan, davlatimizdan, zaminimizdan, vatanimizdan voz kechmaganligimizni xalqaraga bildirishimiz kerak. Rahmat. Ondan sonra yana ba'zi kunlar bor. Milliy armiya kunimiz 8 aprel hammadan biladigan yaqin 20 yilda bo'lgan Urumchi qirg'inchiligi bor. Ondan sonra aslida davlat sifati bilan qilishning bir nimasi ba'zi davlatlarda inqilobiy kun deydi. Masalan, inqilob boshlagan kuni. Sharq Turkiston mustaqillik, milliy mustaqillik harakatini shu Qumul 1931-yildagi Qumul inqilobi boshlagan vaqtda rasmiy shu Cumhuriyetimizning qurilishiga keyin birinchi Cumhuriyetimizning qurilishiga shu inqilob boshchilik qildi emasmi? Agar tarixchilarimiz va boshqalar siyosiylarimiz to'g'ri ko'rsa, shu 20 fevral, ya'ni Qumul inqilobi boshlangan kunni aslida Sharq Turkiston inqilobi kuni deb bekitsakmi bo'ladi. Agar to'g'ri ko'rsak. Ondan sonra shu muhim kunlar bor. Rahmet. Endi biz odatda namoyish chiqargan kunlardan sirt, 12-oktyabr bilan 12-ayning 22-kuni 2 kunni dedingiz. 12-oktyabr Xitoylarning tajovuz qilgan kuni. 12-ayning 22-kuni biz vatanimizning mustaqilligini yo'qotib qo'ygan kuni. Bu 2 kun chuqur namoyish bilan o'tirib chiqib tabriklashga arziydigan yoki bo'lmasa namoyish bilan o'zimizning irodasini ifodalashga arziydigan kundir. Xotirlaydigan. Bu tabriklaydigan kunlar emas. Buni la'nat bilan Xitoyni la'natlaydigan, albatta Xitoy qarshi turgan kun bu. Ondan keyin ikkinchi savol. Siz yaqinda bir maxsus obzorda vatanimiz nomini Sharq Turkiston deb elishni Xinjiang yoki Uyg'ur rayoni deb almaslikni tashabbus qildingiz. Siz buni faqat bir so'z ma'nosi masalasi bo'lib qolmasdan, balki chunqur siyosiy va kultural ma'nosi borligini ishkirlab so'zlab bera olasiz. Texnik chunqurlagan holda bizning xalqimizga tushuntirib bera olasiz. Albatta, bu maqolani inglizcha yozgandim, chunki biz shu xalqarani bizningki davosimizni, bizning vatanimizni tushunish uchun nima uchun davlatimizning ismi Sharq Turkiston, nima uchun Sharq Turkiston deyish kerak haqida inglizcha maqola yozgandim. Ya'ni Sharq Turkiston degan Turkistonning sharq qismi. Turkiston aslida 5 va 6 asrlarda tunji qitim ishiltib aslida so'g'it, ya'ni Fars tiliga yaqin keladigan turkninki shu vaqtdagi Ko'k Turk davlatininki, ya'ni Sharq Turkistonda qurilgan Ko'k Turk yildizi, uning markazi Ko'k Turk davlatininki chiqishi shu Sharq Turkistonninki shimolidan chiqdi Ko'k Turk davlati. Shu va butun asosan shu bugungi hammamiz biladigan O'rta Osiyoga zaminlarini egalladi Ko'k Turk davlati. Va Ko'k Turk davlatini shu vaqtdagi Ko'k Turklarning o'zininki
davlatchilik nimsida Türk ilik, yani Türk ilik ve Türk ili deb atıldı. Şu Orhun yazıtları qarsak, aşağı deyildi. Hamda Türkistan degen o soğutça, yani Parisça, şu Türk ilik degen gap. Bu hem bir siyasi atalgı, çünkü Köktürk devletininki namı. Hem coğrafi, çünkü umumi Orta Asya'nınki atalgısı. Çünkü bütün Orta Asya Köktürk devletininki hükümranlık aslında. Üçüncüden bu hem kültürel manası var, çünkü üyadaki yaşayotgan halklar asasen Türkiye milletler. Şunun için bu yani Türkistan deb atılgan. Bu Türkistan deb atılıp şu 18. asırninki oturlarda şu garip şunaslar, şu garipninki tarihçileri, xerit coğrafyaçıları ve siyasılları şu Pamir ve Tanrıtağ'ninki şark tarafını bilen garip tarafını tağ'ın nimisi bilen ayrış bilen bir tarafını Şarkı Türkistan, bir tarafını Garbi Türkistan dep şiltişki başladı. Bu 18. yılınınki başlarıça asasen umumlaşıp olgan. Şu 1700. yıllardan tatip azırkı çıkarsanız, şu 49. yıllık haritayla qarsanız asasen Şarkı Türkistan dep tulgan devletimizdeki, yani vatanımızın ismi. Keyin mustaqillik e'lon qilgan vaqtimizda 33 yilda ve 44 yilda bizningki ajdodlarimiz devletimizning ismini Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb qurdi. Çünkü u Sharq Turkiston biri umumlashib olgan, g'arbninki boshqa chet ellikninki nimisida. İkincisi, bayam deganimdek, bu yıltızı 5. 6. asırdaki Köktürk devletiga tutuşudu. Bu mesele kelsak, nima uchun Xitoylar Sharq Turkistonga o'ch, nima uchun Uyg'urlarni Turkiy xalqlar emas deb tashviq qiladi? Chunki agar Xitoy Sharq Turkistonga o'chmanligidan bo'lishining bir cho'ng sababi Turkiston degan hem siyasi atalgı, hem coğrafya atalgı, hem medeni atalgı, tarihi atalgı bolganlık için şu Köktürk devletiga tutuşudiganlik için ondan nima qiladi? Siyasi, yani devletimizge, devlet igilik hukukumuzga, devletçilikimizga kapolatlik qiladigan bir isim. İkincisi, Uyg'urni Xitoylar masalan Mongoliyadan keldi deydi-da. Mesela bizni yerlik emas deb bizni Uyg'urni Mongoliyadan keldi deb aşında yalgan teşvikatını qildi. Bu tamamen yalgan, çünkü biz o tarixdan beri Sharq Turkistonda yaşap keldik. Yıltızımız Sharq Turkiston chiqig'lar Uyg'ur xalqininki. Neçe ming asırlarda neçe ming istilalık uçurduk, neçe ming urushlar ve bazı kısım Uygurlar istilalıdan azsallık bazı kısımlarımız şu vatanımızdan mecburen hicret kılışka bulduk da bazı yerlere oturasan ba taraflarından tatip a taraflarına hicret kılışka mecbur bulduk. Xuddi bugünkidek. Bugün mesela biz chet elde hicret haletde, sürgün haletde yaşayotimiz. Ama bizning yıldızımız azaldan Sharq Turkiston. Bu ne? Kan, DNA, genetik arqılık mı? Mesela teşkiriş arqılık mı? Bizninki şu yerlik halk ekanligimiz ne çıkıtım paketlandı. Organ almasının kitapıdı mı? Uygurlar degan kitapıdı mı deb aynı deyiglik. Bu Mongoliyaga köçep ketken bazı kısım kabiller, onun asli yıldızı Sharq Turkiston. Ula istila, mesela Köktürk devleti istilaga uçurgan vaqtda bazıları şu Mongoliyaga, bazı kabiller Mongoliyaga ketishga mecbur kaldı. Asası bununki yıldızı Sharq Turkiston. Xuddi biz bugün chet elga qaytib ketishga
sürgün bulup çıkışıp mecbur bo'lgandek. Xitoyninki ular Uyg'urlar Mong'oliyadan deyishi asossiz, hech nima tarixga nimaga ega emas. Asli biz atogin Sharq Turkistonga inshaalloh qaytamiz. Yaqin kelgusida mustaqil Sharq Turkiston qaytamiz. Shu qaytgan vaqtda Xitoy bizni sen Amerikadan kelding, sen bu yerdinki degandeklam bir masxarlik ishda. Bu mühimlikni deyish uchun nima uchun Sharq Turkistonning muhimligini bir baber. Ikkinchidan bu Xitoyninki atalmış Şinjan degan, ya'ni yangi zamin degan nimasi atalg'isi u biz uchun bir haqoratlik. Buni bizning og'zimizdan qat'iyan chiqmaslik kerak. U bir. Shuning uchun u Xitoyning atalg'isini ishlasak, biz Xitoyninki Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini atalmış hukmronligini qabul qilgan bo'lamiz. Xitoy hokimiyatini qabul qilgan bo'lib qolamiz u vaqtda. Shuning uchun Sharq Turkiston deb izchil menishimiz kerak. Uchinchidan bu yangi vaqtlarda biz 2018-dagi Sharq Turkiston deyishni asosan umumlashtirdik o diasporasida. Borum ba'zi tashkilotlar Şinjan Pinjan deb davrdi. Hamda ulamo va ba'zi chet ellik shulg'i yan bosadigan o'tir yo'l tanlaymiz deyotganlar yana bir atalg'ini chiqadi. Atalmış Uyg'ur rayoni. Bu bizningki milliy mustaqilligimizga, davlatchiligimizga zid so'z. Uyg'ur rayoni degan. Masalan, Qozog'istonning Uyg'ur rayoni, Almatidagi Uyg'ur rayoni desa, u Almatidagi Qozog'iston davlatga bir rayon desak, bir davlatga, bir siyosiy nimaga tabi. Ya'ni bu o'zi bir davlat emas. Bir ayrim zimin emas degan gap. Ya'ni bir nimaning parchasi degan gap. Ya'ni ayg'ida, ya'ni bu Xitoyning parchasi degan ma'noga keladi. To'g'ri. Biz Xitoyning bir parchasi emas. Biz Sharq Turkiston ishg'ol ostidagi bir davlat. Mayli buni xalqaro e'tirof qilsin, e'tirof qilmasin, biz o'zimiz e'tirof qilishimiz kerak. Shuning uchun biz o'zimizdan doim Sharq Turkiston chiqish kerak. Xitoyning la'nat nimasi chiqmaslik kerak. Yangi o'ydirilib chiqqan narsani ishlatmasligimiz kerak. Agar biz davlatimizga sodiq bo'lamiz desak, biz nima desak, masalan, asta-asta g'arbliklar tunussak, ular biz nima desak shuni deydi. Masalan, Tibetliklarni nima ish qilmadim Tibet deydi. Nima uchun Xitoyning nimasidagi Xizang demaydi yoki boshqa bir nima demaydi? Chunki Tibetliklar izchil kim g'ibasa bizning davlatimizning ismi, vatanimizning ismi Tibet. Buni so'zlama. Men doim deyman chet elliklarga. Bizning ismimiz, davlatimizning ismi Sharq Turkiston. Men gap qilgan vaqtda Sharq Turkiston deb gap qilsa, oldingmi deb tushundiramiz. Tushungandan keyin, bu tushundirsak, bu ma'qul deb hurmat qilib anglaydi. Azroq tushunch berish kerak. Shuning uchun masalan nurg'un matbuotda, televizorda, radioda shu nimalar, chet elliklar meni ziyorat qilganlar, ular Sharq Turkiston deydi. Biz aslında ügetdik kulağa sen mi Sharq Turkiston deysa. Çünkü benim zaman devletimning ismi Sharq Turkiston. Biz Sharq Turkiston devletimizning ismi, tarixiy nimasi bor, az deganda Ko'ktürk davlatiga, Ko'ktürk xalqligiga tutishadigan bir atalg'u, siyosiy atalg'u. Va yaqinki jumhuriyatlarimiz Sharq Turkiston jumhuriyati bo'lganligi uchun bu umumlashib qilib ketgan bir hukum bo'lganligi uchun Sharq Turkiston deyishimiz kerak. To'g'ri, rahmat. Pek yaxshi gap qildingiz. Bizningki manfaatimizga eng uyg'un kelgan atalg'u Sharq Turkiston. Buni biz hamma yerda deb turishimiz, takrorlab turishimiz va boshqalarga o'rgatishimiz kerak. Hargizmi la'natli ismni Xitoylar qo'yib bergan ismni ishlatmasligimiz kerak dedingiz. Ko'p rahmat. Endi hozircha hech bir Uyg'ur lideri Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga konkret va'da berib boqmagan. Sizning bunday bir rankini buzganingiz bormi? Qandaq bir narsa sizni mustaqillikning bir tushli bo'lib qolmasdan, balki
amaldagi reallik ekanligiga ishontirdi. Hozircha siz degandek nurg'un bizningki mayli rahbarlarimiz bo'lsin, faoliyatchilarimiz bo'lsin, bunda va'dini qilolmadi. Turli sabablardan. Mayli o'zi ishonmaganlik uchun, eng muhimi o'zi ishonish kerak unga. Men masalan va'da bera olmayman, chunki men ishonaman, Sharq Turkiston yaqin kelgusida mustaqil bo'ladi. Nima uchun ishonaman? Chunki u zamin bizningki. Biri o. İkincisi bu biz bunda zulm ko'ryapmiz, ishg'oliyat nima qilyapmiz? Haq bizning tarafda. Allohmu buningga vaqtlik nima qilmagan bilan Allohmu buning ko'z yumib qo'ymaydi. Bizga albatta qutulishga, ya'ni fursatlarni beradi. Xuddi burun bergandek. Shuning uchun ishonaman. Mustaqilligimizni asl keltira oladiganligimizni. Biri o'zimiz ishonishimiz kerak, Allohga ishonishimiz kerak. Chunki u bizning zaminimiz. To'g'ri. Bizning haqqimiz. Har qanday masalan tarixda nurg'un imperiyalar keldi, har qanday zamonlar nurg'un imperiyalar qurildi, ammo ishg'oliyat qarshilik bo'lgan holatda ishg'olchilar u ishg'oliyatni uzun muddat nim qildiranmadi. Masalan, Sovetni yiqilmaydi dedi. Sovet eng qudratli davlatlardan birisi edi. G'arbiy Turkistondagi, O'rta Osiyodagi davlatni nim qildi, ammo ulumi ayğıda yıkıldı. Bizningki masalamizmi shu. O Xitoy biz qarshiliqimizdan voz kechmasaklam, biz davlatimizni asla keltirish irodamizdan voz kechmasaklam va shu yilda turli bedellarni berishga ko'zimiz yetsa va shu bedellarni bersak, biz cho'qim mustaqil bo'lamiz. Chunki bu bo'lib hozirgi sharoitda hammanglar bilib ko'ryapsizlar. Xitoy kundan kun sari butun dunyoga afet bo'layotdi, bir tehdit bo'layotdi. Nurg'un davlatlar Xitoyni qanday joylasam bo'ladi deb bir fursat kutyapti. Sharq Turkiston Xitoy uchun eng ojiz nuqtada Sharq Turkiston. Biz buni xalqaroga tushundira olsak, xalqaroni bizga moyil qila olsak, biz cho'qim ularning yordami bilan, Allohning yordami bilan va o'zimizningki badal to'lashimiz bilan Sharq Turkistonni mustaqil qila olamiz yaqin kelgusida. Va buningga men va'da bera olaman. Agar xalqimiz umumiy xalqarodagi Sharq Turkistonlik tashkilotlar, rahbarlar, tashkilotlar, aktivistlar, avam xalq, ziyolilarimiz, baylarimiz bir harakat qila olsak, nishonimizni birlam maqsad qilib qila olsak, kishilik huquq aqchi ko'kcha emas, davlatimni mustaqilligini asli keltiraman deb, shuni birinchi nishonimiz, eng oxirgi nishonimiz emas, birinchi nishonimiz qilsak, undan keyin biz qutulamiz. Undan keyin xalqaroning yordami keladi, Allohning rahmati bilan aziz qarindoshlar. Aldı bilan biz o'zimiz ishonishimiz kerak. Davlatimizni mustaqil qilish uchun jonimizni, qonimizni, milimizni, barlig'imizni ataya olsak, undan keyin keladi. Birisi bizga mustaqillikni olasan, mustaqil bo'l deb tutqizib qo'ymaydi. Uningga badal to'lashimiz kerak. Biz haq bizga uchun urushib beramikin yoki atogin Xitoy azroq bir demokratlashsa bizga ish chaqirib demokratlashib andan keyin bizga mustaqilligimizni Sovet parchalangandek biz nima qilamikin deb nima qilsak xiyol tushib qilgandek bo'ladi-da. Chunki Xitoy u boshqa davlatlardek emas. Biz Xitoyninki atalmış demokratchilarni ko'rdik. Hamma ko'rdik to'g'rida. Nim dedi? Irqiy qirg'inchilik qilmadi. Bu tamamen yolg'on. Xitoy unday qilmadi. Xitoy irqiy qirg'inchilik qilmaydi. Uyg'urlar Xitoy qirg'inchilik qildi. Uyg'urlarning davlati yo'qdi. Bu bizning zaminimiz. Aqsh ko'ch deb atalmış Xitoy demokratchilar ham. Ba'zi aramizdagi munofiqlar shu bilan o'tirib ichib shuningki meynet pulu bilan milletimizni, davasimizni setayotganlarninki yurayotgan ba'zi qismi Xitoylar shunda Xitoylar.
Onunki rahimchilik, insonchilik, ashinchilik bo'ladi. Biz urushmay turib, bizning vatanimiz mustaqil bo'lmaydi, aziz qarindosh. Tinchlik bilan biz vatanimizni mustaqil qilolmaymiz. U mumkin emas bo'lmaydigan ish. Biz uningga bedel to'lashimiz kerak. Shu bedel to'layoladigan oldi bilan irodani bildirishimiz kerak. Bo'lmasa nurg'un xalqarodagi nurg'un cho'ng davlatlar bor, Xitoy bilan bizdek bir sal tuz kerak bo'lgan bo'lsa bu millat. Ko'chaga bir namoyishga 5-6 ming boya odamda 50 odam emas, az deganda 1-2 mingdek chiqadigan bo'lsak, uningdan endi moliga rasmiy yordam qilsak, mal bedel to'laydigan yer kepto deb ulashinib, uningdan yordam qiladi. Uningdan Allohmi shu butun dunyodagi boshqa nimaligimi davlatlarni bizga qartib beradi. Bizga bu fursatni keltirib beradi. Va bu fursat pat yaqinda keladi aziz qarindoshlar. Bu yaqinda biz mustaqil bo'lamiz. Shuning uchun tayyorlik qilishimiz kerak. Rahmat. Mustaqillik bedel bilan keldi. Vatan, davlat oldi bilan insonning qalbida qurilish kerak. Uningdan keyin bizning bedelimiz orqali vujudga kelish kerak. Biz buningki real ekanligi, amaliy ekanligiga ishonamiz. Salih efendimga rahmat. Hamda sizning Sharqiy Turkiston mustaqilligini asliga keltirish va'dangizning amalga oshishi uchun sizningcha Sharqiy Turkistonning jamoati, kommunitida ichida qanday bir o'zgarish bo'lishiga ehtiyojlar? Bizlar nima ish qilishimiz kerak? Sharqiy Turkiston xalqi qanday bir o'zgarishga hozirlanish kerak yoki tayyorlik ko'rish kerak degan bir savol ekan. Eng birinchi bayam deganimdek, eng birinchi hammamiz birinchi nishonimizni, oxirgi nishonimiz emas, birinchi hayot mamotlik nishonimiz, mavjudligimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligidan boshqa narsa bizningki kishilik huquqimizni, diniy erkinligimizni, mavjudligimizni, örf-odatimizni, tilimizni, boshqa insondek yashashligimizni mevcut qilishimizni Sharqiy Turkiston, mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini asli keltirmay turib, bu aqmaydi, bu bo'lmaydi deb hammamiz har qanday tashkilotimiz o'xshash shuvarda o'tirib chiqishimiz kerak. Nishonimizni bir qilishimiz kerak. Nim qilishimiz kerak. Ziyolilarimiz dunyoning hamma yerida ziyolilarimiz bor. Jim yetib bordi. Amaliy yo'l ko'rsatadigan, maslahat qiladigan, bizga nurg'un maslahatchilarga ehtiyojimiz kerak. O'zimizning xalqimizni yetaklash uchun ziyolarimiz o'tirib chiqish kerak. Davlatimizning, hukumatimizning siyosatini, nimani belgilash uchun maslahat beradiganlar kerak. Aslida har qanday davlatning hukumatlarida shu ziyolilar maslahat beradi hukumatga. Ba'zida hukumat u maslahat oladi, ba'zida olmaydi, ammo shuningki maslahatni doim so'rab turdi. Biz bu shunday qilishimiz kerak, ammo bizga maslahat beradigan ziyolilarimizning holi hamma sukutda. Bu millatni yetaklaydigan bu ziyolilarimiz, bir milliy inqilobni yetaklaydigan asli ziyolilar bo'lishi kerak. To'g'ri. Ziyolilar chiqib o'tirgan bu davoni yetaklash kerak. Bu mustaqillik, milliy mustaqillik harakatini ziyolilar qo'llash kerak. Shuni birinchi bo'lib yetaklash kerak. Undan keyin qolgan bizdek xalqlar agishishimiz kerak edi. Shu ziyolilar, shu iqtidorlik, mayli kim lider bo'lgan bo'lsa, hukumatimizningki shu liderimiz atrofida o'tirishib, shuni yetaklab, shuni padazlab, shuni yo'l ko'rsatib, shuni maslahat berib, davosimizni xalqaro va xalqimizni milliy mustaqillik yo'liga yetaklash kerak. Bu yolg'izdan fanniy ziyolimiz emas, mollalarimiz bu kim turib bordi. Masalan, mollalarimiz bu yerda ba'zida YouTube'da, Facebook'da ko'rib qolaman. Soqolni anda tarash kerak, tirnoqni manda ilish kerak. Manchxotini alsang bo'ladi, manchxotini alsang bo'lmaydi. Manda qilish kerak, anda qilish kerak deb ba'zi muhim, zarur emas narsa temildi nima qiladi, ammo zarur narsa kelgan chaqda jimjit. Zarur nima? Davlatimiz agar sizlar diningizga haqiqatan ulama, ziyolilar bo'lgan bo'lsanglar, haqiqatan islom dinini kuyundigan ziyolilar bo'lsanglar, sizlar oldi bilan davlatni nima qilishingiz kerak.
Şarkı Türkistan devletini tüzdün aslı keltiriş için halkını şu yolga dini noktanı yetekleş için gerek edi. Doğru. Olmasa sizleninki ulama boğallıqını, sakalanını kançılıkını tarsanlı mı kuruk gap. Devlet olduğun kesse sizleninki o dinini kanda qoqday alaysiz. Dinimizni qoqday alayotamdık. Yo'q. 16 mingdan artık masjiddan chiqib o'tdi. Hatta üleglerimizni mi dafsenni qilyotdi. Qur'onlarning necha millionini ko'ydidi. Uni qanday to'xtata olamiz? Devletimiz bo'lgan vaqtda qanday dushmanga kelsa shuni qabul tura olamiz. Siz ziyolilarimiz, bu diniy ulamolarimiz eng büyük xatoni qildi. Öz vaqtida, hozirdan tortib bu xatolik davomlashyapti. Aslında men dinni o kadar yaxshi tushunib ketmayman. Men ziyoli emas, ammo mening o'qiganimda aslida islom ziminiga, ya'ni Sharq Turkiston, biz islom zimini, bu xalqimizning asosiy qismi musulmonlar. Kafir, har qanday tajovuzchi kirsa, ular aşı mollalar, aşı ziyolilar, ulamalar fatvo berib xalqni jihadga chaqiriq qilish kerak. Dushmanga taqobil turishga chaqiriq qilish kerak. Bütün ezellar Sharq Turkistonda dushman askari chigan amallam urush e'lonini qilish kerak edi. Buni qilolmadik. Aksicha yana hozirmi buni qilolmayapmiz. Bo'libmi o'r davlatlardan turib yana xalqimizni yetaklayolmayapti diniy jihatdan. Bu diniy majburiyati ham mühim mecburiyet bizimki nimemiz devletimizni asli keltiriş. Çünkü devletimiz bizim hiç nimemiz bomba atkallıkını emmimiz kıravatımız. Dünyanın nereye basak yani şu sersandek sel yakşı keçip yükünüp arandı hayatımızı geçirvatımız. Bu hayat değil olsa. Özümüzün devletimiz olsa özümüzün devletimizde handek yaşayımız. Özümüzün devleti de dinimizde o tilimizni mo, medeniyetimizni mo, kimlikimizni mo, hamma narsamizni saqlay olamiz va kapolat qila olamiz. Shuning uchun bu ziyolilarimiz buniki ham fanniy ziyolilarimiz, ham diniy ziyolilarimiz xalqni bu yönde yetaklash kerak va bu hukumat atrofida yig'ilish kerak. Hukumatimizni qo'llashimiz kerak. Uchinchidan, boylarimiz, iqtisodiy boylarimiz, nurg'un boy iqtisodiy boy Uygurlar var, Şarkı Türkistanlıklar var. Meyli Otur Asya'da bolsun, meyli Türkiye'de bolsun, meyli garip devletlerde bolsun. Ula köpençilerimiz, bu baylarımızın köpençisi dağçı eleş üçün, ya ki toy eleş üçün neçe milyon dolar hecdeydi bir toyga. Ya ki bir lüks maşin eleş üçün, ya ki bir sıkıntı soğat kılış üçün, ya ki bir başka nas üçün. Ama vatan milletinin derdik gelgen çağda bula mecburiyetini ada qilmoqdi. Bir devletni qurish uchun, bir devletni asliga keltirish uchun hisob ketadi. Agar adam tarbiyalaymiz desak, shu adam tarbiyalash uchun, o'qitish uchun hisob ketadi. Davosimizni xalqaro anlatamiz desak, o'zimiz anlatolmagan taqdirda chet elliklarni ishga solib anlatishimiz kerak. Uning hisob ketadi. Keyin vaqt kelgan chaqda Sharq Turkistonning ozod qilish uchun, mustaqillik uchun kurash qilish uchun jonimizni, qinimizni, melimizni berishimiz kerak ya. Qurolni haq bekor bermaydi. Uningga hisob ketadi. Shu yo'nda biz iqtisodimizni vatanimizga bag'ishlashimiz kerak. Az deganda zaktimizni shu vatanning mustaqillik uchun qurbon qilishimiz kerak. Isrofchilikni to'xtatishimiz kerak. Bu vatanın işgaliyet astı turavatsa, uruk tıkkalların turma diyetivатsa, ağaç sınırların, anıların, kızların baskınçılık uçuravatsa, seninki lüks nimini öyle neçe milyon dolar toyu heclep, onu kılışıp, bunu kılışıp, kılışının hiçbir ahmeti yok. Hiçbir paydası gelmeydi. Aksine üzerine şu tekimi nimece saladı. Çünkü Allah onun hesabını saraydı. Sana baylık bergen tutsan. Sen baylıqın bilen sen milletini qutqizmay nima ish qilding deydi. To'g'ri. Hatta mesela Mongol bir hikoyani deb baksam, Mongollar mesela Hulagu Abbas
hilafetini başka vaqtda, Bag'dodni başka vaqtda aşı nimelige aşı Abbas sultanlarınınki boynuga altın bilen nimeni töküp etdi. Çünkü karşılık vermedin dedi. Seninki bu kadar baylıkın turup, hiç kim degende bu baylık ne? Bu kadar altın kümüş ne? Hiç kim degende iğirtip mi bir neyz kılıp ben karıştırgan bolsan ki sen nim kılmayım. Ben şu sana Allah'ın laneti, Allah'ın cezası da Abbas'ın aşında veyran kıldı. Abbas halifetine. Bizim Allah'ın yedikimizin sıkıdı o. Sen imkaniyetin batırıp, nim üçün vatanınga, nim üçün özününki qarindişinga, nim üçün özünün devletin üçün heclemedin. Da bunun hesabı buludu. Şunun için biz baylarımız mı az degende hiç ne açıklamasa zaktini şu vatanınki devletimizin müstakillik için atış gerek. Onun dikin biz pulumuz boğan dikin, meblağımız boğan dikin. Özümüzden adam çıkaramazsak mı chet ellik nesetip işgalip davasımızı altı alayımız, halkaralaştıra alayımız. Şunun için bu ulaniki mühim. Umumi halkның meselesi kelgen çağda her daim dep keliyotganımdık. Özümüzün kulumuzdan kelgen işini kılışımız gerek. Hammamiz hazır tor dünyasida, hammamiz tor atqallaba, hammamiz hiç narsa qilamasak mı tor arqali, Twitter arqali, Facebook arqali düşmanimizga reddiya berip turishimiz gerek. Bu işgaliyetga, bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi turadiganligimizni va biz hargiz Sharq Turkistonning mustaqilligidan voz kechmaydiganligini bildirib turishimiz kerak. Ko'chalarda namoyish qilib turishimiz kerak. Qila oladiganimiz shu. Eng ojiz qiladigan ishimiz tekin. Va vaqt kelgan chog'da o'zimizni doim tayyorlab turishimiz kerak. Salomatlik jihatdan boshqa jihatdan. Chunki atogin u vatan o'zligidan ozod bo'lmaydi. Uningga burun 33-yildek, 44-yildek bizning ajdodlarimiz qandoq qon, jon, mal bedeli bilan vatanni mustaqil davlatimizni mustaqil qilgan bo'lsa, bizmi o'xshash shunda ishni qilishimiz kerak va shunga tayyorlanib turishimiz kerak. Chunki hozirgi vaziyat kunning kusri tizin o'zgaryapti. Balkim bugun balkim bir oydan keyin bo'lishi mumkin, balkim bir yildan keyin bo'lishi mumkin. Ammo yaqin kelgusi bizga fursat keladi. Bu fursatni kaçırıp koysak tamamen bu fırsat qaytadan kelmaydi. Tamamen özümüzningki milletimizni, devletimizni, özümüzningki yo'qolib ketishiga yo'l ochgan bo'lamiz siz qarindoshlar. Rahmat. Vatanni jon bilan, belimiz bilan, bütün imkoniyatimiz bilan elishimiz kerak. Hamda eng oxirgi savol, yoshlar har doim jamiyat va siyosiy o'zgarishlarningki katalizatori bo'lib kelyotdi. Siz mustaqillik uchun aktiv hissa qo'shmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston yoshlarga qanday konkret harakat tashabbusingiz bor? Ularga nima demoqchisiz? Masalan, bo'libmi yoshlarningki, yoshlarimiz bo'libmi chet eldagi, vatan sirtidagi, surgundagi yoshlarimizningki muhim rol o'ynaydi. Chunki bular shu chet elning tillarida, shu o'qigan bilim kasblarida texmi yaxshi bizning da'voyimizni anlatalaydi. Çünkü bizning maqsadimiz o'zimizga g'illama anlatish emas bu yerda. O'zimizga alsak o'zimiz dardimizni bilamiz. Demasakmi yana takrorlasam hammamiz o'zimizning dardimizni bilamiz. Ammo biz xalqarani mayil qilishimiz kerak. Xalqarani bizning tarafimizga tortishimiz kerak. Xalqaraga bizningki o'lmaganligimizni, bizningki fursat bo'lsa-ham o düşmanni Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqara oladiganligimizga har qanday bedel to'lashga tayyor ekanligimizni har xil tillarda bildirishimiz kerak. Har xil imkoniyat vosita orqali bildirishimiz kerak. Shuning uchun yoshlar muhim. Bu masalaga kelgan chog'da til jihatdan, texnik jihatdan yoshlarningki qila oladigan masalan nurg'un yosh iqtidori bormi shu video yasalaydi, nima resim sizalaydi yoki nima qilalaydi, so'z qobiliyati bor, maqola yozalaydi, dardimizni to'g'ri tuzgin shu chet ellikning tilida anlatalaydi. Ish narsa qilinmagan taqdirdami shu chet ellikning tilida masalan medium degan bir nima bor.
Başka yerde ilan qilmasmi, o'zingizmi chet ellikda shu Sharq Turkistonning dardini o'zingiz maqolangizni yozib e'lon qiling. O'qiydiganlar shu qaysi tilda bo'lsa, shu o'zingizning yerlik tilingizda o'qiydiganlar chiqadi. Kuzatayotganlar bor. Biz xalqaroga qanchalik nima qila olsak, shunchalik tez bo'ladi bizning ishimiz qarindoshlar. Va biz yoshlar yolg'izdan bu pul tepishning yo'lida nima qilib ketsak bo'lmaydi. Az deganda kunlik vaqtimizni, masalan biz yoshlar iqtisodiy jihatdan bo'lsin, yoki boshqa jihatdan bo'lsin, masalan yani qila olsak o'zimizning da'vosimizga, yani qilishimizga az bo'lsinmi? Vaqtimizni, az deganda kunda 1 soat vaqtimizni vatanimizning davlatimizning davosini anglatish, mustaqillik davosini anglatish qilib sarf qilishimiz kerak. Biz tushunishimiz kerak, chunki biz yoshlar bu millatning kelgisi. Biz avlodlarimizga biz mush bo'libmi hozirgi davrdagi yoshlar, biz davlatimizni asl keltiradigan yoshlar biz bo'lishimiz kerak. Biz bolalarimizga bu davoni qo'yib qoldigan davo qolmaydi agar bunda ketyapsa, irqiy qirg'inchilik, bu ishg'oliyat bunda davomlashyapsa, biz tamoman yo'qolamiz. Shuning uchun biz o'zimiz bilimizni bog'lab, biz mushu men vatanim uchun, mustaqillik uchun qo'limdan keladigan harakatlarni qilaman deb o'zimizga va'da berishimiz kerak va qila oladigan harakatlarimizni qilib turishimiz kerak. O'zimizni tayyor tutishimiz kerak. Bilimlarni egallashimiz kerak. Bilim egallash uchun illa hozir torjatning nurg'un bilimni egallab bo'ldi. Vaqtimizni uyan tomoshaga emas, davlatimizning kelgusi uchun, mustaqilligimizni qanday asl keltiraman, qanday asl qo'shalayman, kelgusida 5 yildan keyin mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati qaytadan asl mustaqillik asl keltirilsa, men u jumhuriyatimizga, u davlatimizga qanday xizmatda bo'lib, vatanimni gullantira olaman deb u yo'llarda o'ylanib, harakat qilib o'zimizni tayyorlashimiz kerak. Chunki mustaqilligimizni akib bo'lgandan keyinmi davlatning boshqarishi, u davlatning mustaqilligimizni tutish masalasi ba'zi qarindoshlar. Uni o'ylashimiz kerak. Biz bu chet elga biz bu yerda o'yin o'ynash uchun yoki yaxshi turmush kechish uchun kirmadik. Buni tushunishimiz kerak. Biz aşağıdaki neçe milyon, 30-40 milyon xalqimizningki qon bedeli bilan provatimiz bu yerda. Shularninki Allah şu bizga bu fursatni berdi. Bu fursatni biz foydalanishimiz kerak. Aş 30-40 milyon insondan biz tanlanib qoldik deyishimiz kerak. Allah meni tanladi, mush vazifega meni tanladi deb yüzümüzge bu nimini şekillendirishimiz kerak. Mas'uliyatchan bo'lishimiz kerak. Chunki bizniki mavjudligimizni saqlab qoladigan, agar kelgusidagi avlodlarimiz Uyg'ur bo'lib qolsin desak, musulmon bo'lib qolsin desak, biz davlatimizning mustaqilligini asl keltirmay boshqa yo'l yo'q ekanligini va birinchi qiladigan ishimiz mushu yo'lda atlanishimiz ekanligini qillimizni sha'nimizni tutib, shuning qarta harakat qilishimiz kerak. Qo'limizdan qanday ish kelsa, az bo'lsin, kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, qila oladiganimizni qilishimiz kerak. Chunki Allah qila oladiganimizdan hisob so'raydi, qilmagandan so'maydi. Va biz shu qila oladiganimizdan hisob beramiz, qilmaganimizdan emas. Balki qilmaydi, qo'limizdan kelmaydigan ish emas. Imkoniyatimiz bor turib qilmasak, biz o'zimizningki, xalqimizningki qirilib ketishiga as qo'shgan bo'lib qolamiz. Rahmat. To'g'ri, to'liq inchik javob berdingiz. Yoshlar bizning kelgusimiz, yoshlar vatanimizning kelgusi, mustaqil davlatimizning kelgusi. Endi vatan davosida bir siyosiy prinsip bo'lishi kerak. Qo'ldan ketkizib qo'ygan davlatimizning mustaqilligini asli keltirish bizning prinsipimizdir. Birdan-bir prinsipimiz. Bu nuqtada har qanday kelishim bo'lmaydi, bu nuqtadan yenish bo'lmaydi. Agar biz kichikgina aqlimizni ishlatib qarab baqsak, vatan deb da'vo qilayotgan ziyolilarimizni, yuzi cho'ng arboblarimizni ko'ramiz. Ular gapni yuqori salofat bilan chiroyli qiladi, yurak erib ketadi. Ammo nemishqikin mustaqillik degan yerga kelganda til tutilib qoladi. Sharq Turkiston surgun hukumatiga hujum qilish kelganda ajoyib ichilib, yeyilib, sayrishib ketadi. Demak, ish o'tirda aniq turibdi. Kim vatan uchun, kim cho'ntak uchun.
Mustaqillik bizning haqqimiz. Kim bizning bu haqqimizga xiyonat qildi ekan, u vatanning dushmanidir. Endi vatanning satqidek yer qolmadi. Haqqimiz uchun, adolat uchun, Alloh rizosi uchun dasturayli qarindoshlar. Rahmat Salih Xudoyor apandim. Kelar qitimliq programmamiz to'rda yana o'z vaqtida e'lon bo'ladi. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lg'ay. Xayr xo'sh.